Assalomu alaykum. Obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun sizlarga yana bir yangi vakansiyamiz bor. Bu vakansiyani yetkazmasdan oldin do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmanglar va bundan tashqari doimgidek menga bog'lanmoqchi bo'layotganlar mana Instagramim do'stlar, sayohat olami, kuchukcha sayohat olami deb yozsalaring chiqadi do'stlar. Va bundan tashqari mana shu past tomonda mana nomerlar chiqyapti. Mana shu nomerlarga bu yon tomondagi birinchi ikkitasi Surxondaryo ofisimiz, eng oxiridagi Toshkent ofisimiz do'stlar. Toshkentdagi ofisimiz. Xohlasangiz bularga telefon qilinglar, xohlasangiz bularga farqi yo'q, kimga bo'lsa ham. Bu vakansiyamiz yangi keldi do'stlar. Bu ham xuddiki Birlashgan Arab Amirliklarida chiqargan vakansiyam bilan pashti bir xil, mana shuni davomi do'stlar. Bu Serbiyada Game Presenter ish mana shu do'stlar. Joylashuv, ya'ni turar joyi Belgradda do'stlar. Onlayn kazino. Ariza berish muddati do'stlar, bu yerda yozyapti 2026-04-30. Ya'ni 4-oyda oxirgi kunigacha vaqtlaring bor do'stlar. Kimda kim agar topshiradigan bo'lsa, mana shu ishga qiziqadigan bo'lsa, xudo xolasa menga chiqaverasizlar. Men o'zim sizlarga yoki bo'lmasa mana shu pastdagi nomerlarga chiqasizlar do'stlar. Bular o'zlari yana ham bir to'liqroq ma'lumotlarni tushuntirishadi do'stlar. Siz ham onlayn kazino yulduzi bo'lishni xohlaysizmi deb bu yerda aytilyapti. Belgradda yosh va xalqaro jamoalarga qo'shiling. Maosh 1250 yevrodan do'stlar. Plus yana bonus 400 bonusi bor do'stlar. To'plam oladigan bo'lsak 1650 yevro, pashti 2000 dollarga yaqin oylik olasizlar do'stlar. Buni oyliklari shunday. Ko'chib kelish uchun agar sizlar kelmoqchi bo'ladigan bo'lsalaring, bepul turar joy beriladi do'stlar va viza ishlari, ish ruxsatnomasi albatta olib beriladi. Ya'ni ID kartalar hamma yo'g'i zakonli bo'ladi do'stlar. Tajriba albatta talab qilinmaydi do'stlar. Barchasini o'zlari o'rgatishadi. Ish joyi zamonaviy studiya va glamour kostyumlar bilan endi chiqishdan oldin shunday bir kiyinib chiqish kerak bo'ladi. Talablari do'stlar. Talablari ya'ni rus tilini bilish kerak bo'ladi. Tilni yaxshi bilishlaring kerak bo'ladi. Rus tilini, ingliz tilini ham rasmiy aloqa uchun albatta ingliz tili ham kerak bo'ladi. Buni ham bir muloqot darajasida bilishlaring kerak bo'ladi. Haftasiga 40 soat, 3 smena, ya'ni grafiki 3 smena do'stlar. Ijobiy kayfiyat va jamoalar hamkorlik qilishlik. Mana shu sizlardan talab qilinadi. Belgrad, Yevropa yorqin va qiziqarli poytaxtida yangi hayotingizni boshlang deb shunday deb endi qiziqtiruv nima berilyapti bu yerda. Do'stlar, endi albatta buni juda ham bir ko'p ma'lumotlar bor bu yerda. Talablar bo'lsin, kompaniya taklif qilinadigan shu pullari bo'lsin, doimiy kontakt, birinchi kundan xususiy tibbiy sug'urtalar hamma yo'llari bo'ladi va bundan tashqari sizlarga ID karta bepul qilib beriladi deyapti. Karyera rivojlantirish va yuqori lavozimga ko'tarilishlik imkoniyatlari, xalqaro va yosh va qo'llab-quvvatlash jamoalari, Belgradda yangi hayotingiz uchun qo'llab-quvvatlash, ko'chib kelish, bularni hammasini shu do'stlar aytib o'tyapti bu yerda qisqacha qilib. Bularda albatta xohlasalaring mana shu bizni adminlarimizga bog'lansalaring, mana shu 3 tagina nomer qo'yib qo'yganman qatar. Mana shu oldingi ikkitasi Surxondaryo va eng oxirgisi mana shu Toshkentdagi ofisimizni nomerlari do'stlar. Chiqsalaring butun ma'lumotlarni aytib to'liq bir nima qilishadi do'stlar. Buni ham albatta xohlovchilar bo'lsa, ingliz tilini bilaman va rus tilini ham juda yaxshi bilaman deydigan insonlarga imkoniyat do'stlar. 4-oyda eng oxirigacha, ya'ni misol hozir yanvar, fevral, mart, aprel oyini oxirida bu vakansiya bekiladi do'stlar. Tamoman bekiladi. Qiziquvchilar bo'lsa, haqiqatan til bilgan, ingliz tilini muloqot darajasida bilganlar, rus tilini yaxshi bilganlar bo'ladigan bo'lsa, chiqaverasizlar do'stlar. Mana shu nomerlarga, xudo xolasa, sizlarni Belgradga, Alloh nasib qilsa, Serbiyaga ishi oson ishlar do'stlar. Ko'rib turganlaringdek, video, butun o'yin nimalarni, kazino nimalarini olib borish. Ya'ni onlayn mana shunday sizlarga men qanday hozir YouTube'dan sizlarga xitob qilayotgan bo'lsam, ular ham chiqib, sizlar ham chiqib, mana shunday jonli efirlarda
insonlarni qiziqtirishlik uchun rus tilida va ingliz tilida butun nimalarni olib borishlik. Asosiy narsa shu do'stlar bu yerda. Qiziqganlar bo'lsa, yana takror aytamanki, mana shu pastdagi nomerlarga bemalol muloqot uchun bemalol bog'lanishlaring mumkin. Mendan hozirchalik mana shu do'stlar. Inshaalloh yana keyingi yangi vakansiyalarda ko'rishguncha Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.